Ushbu taqdimot Data brendi tashkil etilganiga 6 yil to'lishi munosabati bilan tayyorlandi. U jamoamizning shu kungacha qilgan mehnatini e'tirof etish, erishilgan natijalarni jamiyatga ochiq ko'rsatish va kelgusidagi strategik yo'nalishlarimizni taqdim etishga qaratilgan. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Biz bugun bir orzuning 6 yillik tarixiga nazar tashlaymiz. 2019-yilda boshlangan bu yo'lda katta jamoamiz, ustozlarimiz, o'quvchilarimiz va xalqimizning ishonchi bizga kuch bo'ldi. Data bu oddiy ta'lim markazi emas, balki mehnat, qat'iyat va o'zgarishlarga bo'lgan ishonch bilan qurilgan ta'lim ekotizimidir. Bugun biz sizlar bilan o'tgan yo'lni eslaymiz, ertangi kunni rejalashtiramiz va yangi marralarga yo'l ochamiz. Qani boshladik. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Dasturlash va video montaj o'rgatish ixtisoslashgan o'quv markazi uchun nom qidiryapman. Sizni maslahatingiz kerak. Birinchi variantim intellekt, ikkinchi variantim durbin, uchinchi variantim data. Qaysi variant yaxshi sizningcha? Data menga yoqyapti, zo'r ekan. Ma'nosi ham zo'r. Menimcha data yaxshi. Meni fikrim endi bu subyektiv bo'lishi mumkin. Juda zo'r chiqdi. Juda xursand bo'ldim ko'rib. Alloh xayrli qilsin, xudo xolasa. Boshlagan ishlarni omadini bersin. Juda cho'tik. Молодцы, to'xtab qolmang. Shahzodkam harakatda to'xtamang, sizda juda katta potensial bor. To'g'ri boshlaysiz, xudo xolasa bosing. Xorazmlik yigit o'quv markazi ochgan, Data degan o'quv markazi Xorazmda ITni o'rgatadi. U o'quv markazini ichki tizimi, yuritishi, u bolani biznesga bo'lgan munosabati to'g'risi Toshkentdagi ancha-muncha o'quv markazlarida o'tadi. Bu real case, ya'ni hayotda bo'lgan voqea. Aynan Xorazmdan chiqqan yigitning muvaffaqiyati. Muvaffaqiyatga erishish uchun necha marotaba harakat qilish kerak? Mana qadrli do'stlar, Data o'quv markazi tayyorgarlik juda ham avjida, hamma narsani brendli qilib ishlaymiz-ku. Nima qilamiz? Shuftasam, boshim chamak, kursi sinib yotibdi. Orqasini suyanib qo'yib, aytib o'tirishak bilan. Suratlar bir vaqtda kelgan vaqt qattiq qoladi. Data qisqa vaqt ichida Xorazm yoshlari uchun zamonaviy ta'lim markaziga aylandi. Davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan o'tkazilgan tanlovlarda ishtirok etdi, bir nechta yirik grant va subsidiyalarni qo'lga kiritdi. Bu mablag'lar evaziga markaz tez kengaydi. Yangi yo'nalishlar ochildi, yuzlab ish o'rinlari yaratildi va Data ta'lim ekotizimining bugungi poydevori shakllandi. Biz Datani atigi 50 million so'mlik boshlang'ich kapital bilan yo'lga qo'ygan edik. Bugun esa uning bozor qiymati 60 milliard so'mdan oshdi. Bu shunchaki raqam emas, bu jamoamizning mehnati, xalqimizning ishonchi va yoshlarga berilayotgan imkoniyatlarning natijasidir. Ta'lim muassasamiz 2024-yilda tashkil qilingan. Bugungi kunda ta'lim muassasamizda 100 dan ziyod pedagog va ishchi xodimlar faoliyat yuritmoqda. 300 dan ziyod o'quvchilar tahsil olmoqda. Maktab Data ekotizimining eng yirik loyihalaridan biri hisoblanadi. Loyiha qiymati 2 million dollardan ziyodni tashkil qiladi. Data ta'lim stansiyasi yangi binoga ko'chirildi. Binoning umumiy maydoni 1,5 mingdan 2200 kvadrat metrgacha. Umumiy sinfxona soni esa 14 tadan 20 tagacha oshirildi. Data til kurslariga rus, koreys, nemis tili kurslari qo'shildi. O'quvchilarimiz soni 3 barobarga oshdi. 100 dan ortiq natijalarga erishildi. O'tgan davr mobaynida 4 mingdan ortiq o'quvchilarga chet tillari bo'yicha ta'lim berildi. Мы установили сотрудничество с тестовым центром British Council, и уже более 1000 человек сдали международный экзамен IELTS вместе с Data. В направлении Data Kids также представлены курсы по подготовке к школе.
Более 100 учащихся поступили в школу в первый класс с лучшими результатами. Data Academics brendi tashkil etilib, uning doirasida matematika, mental arifmetika va SAT kurslari yo'lga qo'yildi. Hozirgacha 150 dan ortiq o'quvchilarga bepul o'quv materiallar va sifatli ta'lim berildi. Datastat Business Incubator jamoasi tomonidan jami loyiha summasi $42 million dan oshiq bo'lgan 55 ta loyihaga biznes konsalting xizmatlari ko'rsatildi. Va buning istiqbolida 1100 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan. 2025-yilda 100 dan ortiq natijali o'quvchilarni ijtimoiy tarmoqlarga joyladik. Yillik ko'rishlar soni 30 millionga yetdi. O'quvchilar orasida audit o'tkazildi va chuqur tahlil qilindi. Kelgusi yil uchun yangi takliflar ishlab chiqildi va yillik marketing strategiyasi tuzildi. Bugungi kunga qadar 22 mingdan ortiq kelib tushgan murojaatlarning 65%ni to'g'ri ta'lim yo'nalishini tanlashda yordamlashdik. Va shu bilan birgalikda Yoshlar ishlar agentligi, Bandlikka ko'maklashish markazi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi bilan hamkorlikda 700 nafardan ortiq yoshlarga imtiyozli ta'lim imkoniyatlarini taqdim etdik. Shu 6 yil mobaynida 14 mingdan ziyod yoshlarni IT kurslarimizda o'qitdik. Joriy yilning o'zida 7 mingdan ziyod darslar berdik. Mingdan ziyod o'quvchilarni IT sertifikatlar bilan taqdirladik. Data ish kanalida 5300 dan ortiq e'lon joylandi. Oxirgi 1 yil mobaynida bitiruvchilarimizni ko'rsatkichi 80% ni tashkil qildi. Va ularning oylik daromadi 2 milliondan boshlab 8 milliongacha yetdi. Data ta'lim tizimining o'tgan 6 yillik davri mobaynida o'quvchilarimizga berilgan chegirma va grantlarning jami summasi 3 milliard so'mdan ortiq hisoblanadi. Bugungi kungacha esa faoliyatimizda mehnat qilgan o'qituvchi va xodimlar jamoasiga 20 milliard so'mdan ortiq mablag' oylik maosh sifatida berildi. Shuningdek, o'tgan 1 yil davomida bepul taqdim etilgan o'quv qurollari, kitoblar va coffee break xarajatlari uchun 200 milliondan ortiq mablag' ajratildi. Bugungi kunda kompaniyamizda 250 dan ortiq xodimlar faoliyat olib bormoqda. So'nggi 2 yilda yangi ta'lim yo'nalishlarini qo'shish va yangi loyihalarni ishga tushirish hisobiga 100 ta yangi ish o'rni yaratishga erishdik. Shu bilan birga 2 yil davomida 50 dan ortiq hisobot va prognostik tahlillar taqdim etilib, barcha bo'limlarda tezkor va aniq qarorlar qabul qilinishi ta'minlandi. Datada birinchi bor xalqaro standartlarga mos analitika bo'limi tashkil etildi. Tizim joriy etilishi bilan ish hajmi 65% dan 78% gacha yaxshilandi. Shuningdek, 50 dan ortiq ish jarayonlari avtomatlashtirilib, data infratuzilmasi 40% ga yaxshilandi. Bugun Data 6 yoshga to'ldi. Bu raqam biz uchun shunchaki yil emas, balki biz bosib o'tgan yo'lning isboti, jamoamizning irodasi va minglab yoshlarning bizga bildirgan ishonchining natijasidir. 6 yoshga to'lishimiz munosabati bilan Datada juda katta o'zgarishlarga qo'l urmoqdamiz. Diqqat qiling. Aynan hozirgi daqiqalarda biz mana shu o'zgarishlarni sizning e'tiboringizga havola etamiz. Data o'z missiyasini yangilab, vizual identitini qayta shakllantirdi. Logotipdagi 3 ta DDD harfi endi bo'shliq emas. Ularning ichiga sun'iy intellekt ramzi bo'lgan yulduzsimon element joylashtirildi. Bu bizning har bir yo'nalishni AI bilan integratsiya qilishga qaratilgan qat'iy qarorimizni ifodalaydi. Brend ranglarining qora rangga o'tishi esa ta'limning jiddiy jarayoni ekanini, bu yo'lda faqat qat'iyatlilar natijaga erishishini anglatadi. Bu rang qat'iyat, jiddiylik va natija berishga qaratilgan pozitsiyamizni ifodalaydi. Data o'z ta'lim tizimini AI Assisted Education Modelga o'tkazmoqda. Yandex Station plus Alisa AI qurilmalari maktab va o'quv markazidagi 40 dan ortiq sinfxonalarga o'rnatiladi. Bu raqamli yordamchi o'quvchilar bilan ishlashda tezkor izoh, interaktiv mashqlar, murakkab mavzularni oddiy tilda tushuntirib, mustaqil ta'limni avtomatlashtiradi. Bu Xorazmda birinchi marta joriy etilayotgan zamonaviy ta'lim modeli hisoblanadi. 2026-yilda O'zbekiston yoshlarni zamonaviy kasbga o'qitish yilini e'lon qilmoqda. Data esa ushbu jarayonning bir bo'lagi sifatida xizmat qiladi. Biz AI, HR, sotuv, tadbirkorlik, media va boshqa yuqori talabga ega yo'nalishlarni o'quv dasturlariga qo'shmoqdamiz. Natijada yoshlarni bugungi bozor talabiga mos zamonaviy kasblarga tayyorlashga erishamiz.
Data ta'lim stansiyasi hududida endilikda Xorazm yoshlari uchun yangi imkoniyatlar maydoni yaratildi. Katta coworking markazi ishga tushdi. Zamonaviy ochiq ofis, 20 dan ortiq iMac kompyuterlari, qulay ish stansiyalari va ijodiy muhit. Barchasi frilanserlar, dasturchilar va startapchilar bir joyda ishlashi uchun mos muhit yaratildi. Endi yoshlar o'qish, yangi g'oyalarni ishlab chiqish va hamkorlikda rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Data Business Inkubatori endi Data ta'lim stansiyasining coworking hududida Startup Studio tashkil qildi. Bu modelda biz g'oyalarni 0 bosqichdan testlaymiz. MVP yaratamiz, ularga sarmoya kiritamiz, asoschilarni jalb qilamiz va startaplarga rezidentlik asosida xizmatlarni ko'rsatamiz. Bu Data uchun Xorazmdagi innovatsiya ekotizimini rivojlantirishga qaratilgan yana bir katta qadam. Durbin Dataning eng katta raqamli mahsulotidir. Dasturiy ta'minotni 1,5 yillik ishlab chiqishdan so'ng platforma nafaqat Data maktablarida, balki boshqa ta'lim muassasalarida ham joriy etilmoqda. Ta'limda boshqaruv va menejment Data ekotizimida sinovdan o'tgan standartlar asosida qo'llanilishi boshqa maktablar uchun ham muvaffaqiyat asosi bo'lishiga ishonamiz. Shuning uchun ham Durbin dasturiy ta'minotini endi boshqa ta'lim muassasalari vakillari, o'quvchilar va ota-onalari ham ishlatish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. 2026-yilda ushbu startap uchun 2 milliard so'mlik investitsiya jalb qilinadi va Durbin respublika bo'ylab kengaytiriladi. Data endi ta'lim tadbirlari bo'yicha alohida brendga ega. Bond. Bu tashkilot ingliz tili, matematika, IT bo'yicha olimpiadalar, lagerlar, xalqaro ta'lim sayohatlari va tanlovlarni xalqaro darajada o'tkazadi. 2026-yilda loyihani yangi bosqichga olib chiqish maqsadida $1 million investitsiya jalb etiladi. Data 2026-2027 yillarda Xorazmda birinchi bo'lib to'liq inklyuziv ta'lim markazini tashkil etadi. Sog'lom va alohida ehtiyojli bolalar bir makonda teng sharoitlarda o'qiydigan ta'lim modeli yaratiladi. Bu yil Data maktabida zaif ko'ruvchi bolalar uchun bepul korreksion sinf ochilmoqda. Kelgusi yildan boshlab esa Data kurslari ham to'liq inklyuziv infratuzilmaga o'tkaziladi. 2026-yilda Data ekotizimi Xorazm viloyatidagi iqtidorli, kam ta'minlangan va inklyuziv ta'lim oladigan 600 nafar yoshni grant va homiylik mablag'lari asosida bepul o'qitadi. Bu jamiyat oldida qilinayotgan eng muhim ijtimoiy loyihalardan biridir. Data bu 6 yillik izlanish, o'sish va qat'iyatning nomi. Bu yerda 10 minglab yoshlar ta'lim oldi, yangi kasb o'rgandi, o'z hayotida burilish yasadi va orzulariga yo'l topdi. Data faqat bino yoki kurslar emas, u har bir o'quvchi bilan boshlanadigan kelajak sari safardir. Biz Datani kichik bir sinfxonada katta bir ishonch bilan boshlagan edik. Bugun esa bu loyiha minglab yoshlar, yuzlab xodimlar, maktablar, kurslar, innovatsiyalar va jamiyatga xizmat qiladigan butun bir ta'lim ekotizimiga aylandi. Bu yo'lda qiyinchiliklar ham bo'ldi. To'xtashlarga ham duch keldik. Lekin har safar qayta boshlash uchun kuch topdik. Chunki biz bir narsaga ishonar edik. Ilm inson hayotini o'zgartiradigan yagona yo'ldir. Dataning eng katta kuchi bu jamoa. Har bir xodim, har bir ustoz, har bir o'quvchi bu tarixning bir bo'lagidir. Bugun biz 6 yoshga kirdik, lekin oldimizda turgan vazifalar hali juda katta. Biz ta'limni yanada chuqurlashtiramiz. Inklyuziv ta'limga jiddiy yondashamiz. Sun'iy intellektni har bir ta'lim jarayonlariga integratsiya qilamiz va Xorazm yoshlari uchun zamonaviy imkoniyatlarni yaratishda davom etamiz. Data ta'limdagi tenglik, qat'iyat va imkoniyat ramzidir. Bizning vazifamiz yoshlarning hayotini o'zgarishiga sababchi bo'lish. Bizning maqsad osonlashtirish va mehr uyg'otish. 1, 2, 3 mana vaqt o'tdi. Data senga imkon berdi. Qadriga yet vaqtingni san, to'g'ri tanla yo'lingni san. Bombosh qolsa sani vaqting, foydalangin bu sani baxting. Jamoani to'g'ri tanlading. Datada bo'lib bu sani davring.
umringni qadriga yetgin va uni sen bekorga sarflama. Sen hoziroq dataga kelgin, bor kuchingni ayama. Umringni qadriga yetgin va uni sen bekorga sarflama. Sen hoziroq dataga kelgin, bor kuchingni ayama. 1 2 3 mana vaqt o'tdi, data senga imkon berdi. Qadriga yet vaqtingni san, to'g'ri tanla yo'lingni san. Bombosh qolsa sani vaqting, foydalangin bu sani baxting. Jamoani to'g'ri tanlading, datada bo'l